ChatGPT yoki Gemini. Ular qaysi biri yaxshiroq rasm chizishadi? Buni keling sinab ko'ramiz bugun. Ularga birinchi dastlab rasm chizish bo'yicha musobaqa haqida ularni ogohlantiramiz. Geminiga bu haqida yozib olaman. Ular esa qanaqa rasm chizishlarini menga aytib kelishib olishadi. Qani boshladik. Jo'natamiz. Endi bu xuddi shu so'zlarni ChatGPTga ham yozib olaman. ChatGPT OpenAI tomonidan yaratilgan sun'iy intellekt hisoblanadi. Gemini esa Google'ning o'zining sun'iy intellekti. Buni bilmasangiz bilib oling. Videoga like bosing va obuna bosib, kommentariyaga o'z fikringizni yozib ketishga uyalmang. Video uzoq vaqt bo'ladi, shuning uchun ham oldingizga bir piyola choy bilan tayyorlanib oling. Mana bizga ChatGPTning variantlari ko'proq yoqmoqda. U dastlab chiroyli uy, Minecraft va ancha qiziqarli narsalar, ajdarho, chiroyli va zo'r narsalarni tavsiya qilmoqda. Buni Geminiga ham yozib olamiz. Qani u rozi bo'larmikin? Rozimisan deb yozaman. Rozi bo'lsa rozi, bo'lmasa Geminining fikrlarini ChatGPTga yozib qoldi. Xullas ChatGPT rozi bo'ldi. Endi har biriga sen shuni chizasan, sen buni chizasan deb aytamiz. Birinchi mana Geminidan juda chiroyli shaharni chizishni so'raymiz. Qani Geminiga ketdi, endi ChatGPTdan so'raymiz. Qanday chiroyli shahar chizar ekan? Qani chiz. Gemini ChatGPTga qaraganda ancha tezroq chizadi. Birinchi bo'lib, qani men Minecraft haqida ham video olaman. YouTube sahifamga kirib, Minecraft haqida videomni ham tomosha qilishni unutmang. Mana Geminining fantaziyasidagi ulkan saroy va orqasidagi shaharlar. Endi ChatGPTni ham kutamiz. Bu juda chiroyli daryolar oqib kelmoqda. Osmonni atmosferasini qarang. ChatGPTning ham tayyor bo'lyaptimi? Mana uniki ham issiq tandirdan chiqqandek chiqyapti. Mana kutib turamiz. Qani mana ChatGPTniki chiroyliroq va kattaroq, masshtabli chiqdi menimcha. Videoga like bosib, obuna bosib qo'yishni unutmang. Endi bularga ajdarho chizishini so'raymiz. Qani birinchi ChatGPTdan ajdarhoni chiz deb so'raymiz. Endi Geminidan ham ajdarhoni chizishini so'raymiz. Bu ikkalasi ham juda aqlli sun'iy intellektlar bo'lib, ular odamni o'ziga bog'lab qo'yadigan darajada aqllidir. Geminining rasmini. Tagda kelib turgan сообщениyalar uchun kechirim so'rayman. Internetim yoqiq. Mana Geminining kattakon ajdarhosi. U orqasidagi shahardagi birinchi videodagi shaharda kattakon ajdarho bo'lib turibdi. Lekin ChatGPT menimcha boshqacha rasm chizadi va kattaroq, aniqroq, chiroyliroq chizsa kerak menimcha. Chunki mana bu rasmdan ko'ra ChatGPTning rasmi sal chiroyliroq chiqadi, meni o'ylashimcha. Iltimos kanalga obuna va like bosing. Bu men dastlabki videolarim. Hali 25 ta obunachiga erishdik. Sizlarga katta rahmat. Yana obuna bo'lishni unutmang. Mana ChatGPTning ham rasmi tayyor bo'lib qoldi o'zi deyarli. ChatGPTdan chiroyli va zo'r ajdarho. Sizdan obunachilardan bir nimani so'ramoqchi edim. Bundan keyingi videolarimda yana qaysi mavzu bo'yicha
videolar joylashimni xohlaysizlar, kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldiring. Mana kattakon ajdarho bu Geminining rasmidan ko'ra sifatli va chiroyli chiqdi menimcha. Og'zidan olov purkab turibdi, Geminiki ham olov purkab turibdi. Lekin Gemini oldingi rasmdan foydalangan, ChatGPT esa umuman boshqa rasmni chizgan. Endi ulardan eng chiroyli va zo'r yana bir rasmni nomini rasm chiqarib bo'lgandan keyin aytaman. Qani chiza qol. Bu rasm men hozir videoni montaj qilyapman, shuning uchun ham rasm menga ko'rinmayapti. Qani bu saroylarni qarang. Eng chiroyli saroylardan biri. Biz ham shunday saroylarga erishaylik. Gemininiki tayyor bo'ptimi? Ko'ramiz. Gemini mana kelajak saroyi. Kelajakdagi shahar qanday bo'ladi degan savolga Gemini mana shunday qilib javob berdi. Bu kelajak shahridir. ChatGPTni kutamiz. ChatGPT sal sekinroq ishlaydi. Biz qishloqda yashaymiz. Bu shuning uchun ham sekin, internet tezligi past. Qishloq bo'lgandan keyin past. Bu Gemini'ni kattakon kelajakdagi saroyi ham zo'r ekan. Mana lekin bir xil andozadan foydalanyapti. Geminiga bu minus. Lekin rasmga gap yo'q, ideal. Mana ChatGPTning ham rasmi tayyor bo'lmoqda. Qani ochiladi, ochilsin. Boshdan ham zo'r ko'rinmoqda. Kelajakdagi shahar qaysi bir chiroyli? Gemini yoki ChatGPT? ChatGPTniki realroq chiqdi. Menimcha mana kattalashtirib ko'rsataman. Geminidan ko'ra ChatGPT chiroyliroq chizdi. Kommentariyaga o'z baholaringizni berib keting. Xayr. Sog' salomat bo'ling.